Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Respublika tez tibbiy yordam markazi Farg'ona hududiy filiali Farg'ona shahar tez tibbiy yordam stansiyasi fersherlik brigadasida bir kunlik ish faoliyatim haqida sizlarga qisqacha shu ma'lumot berib o'tmoqchiman. Smenalar qabul qilib olyapmiz. Baralgin 5 ta ekan. Baralgin 5 ta. Suprastin 4 ta ekan. Efulin 5 ta. Hozir zapravka qilish uchun ko'rsatib o'tamiz. Brigada sumkasida shuncha dorilarimiz bor. Dorilarimiz yetarli. Chaqiruvni qabul qilamiz. Chaqiruv tushdi. Mana bemorning uyiga yetib keldik. Mana yetib keldi tugmasini bosdik. Mana hurmatli bizni kuzatuvchilar, ko'rdilar, bemorni endi oldiga kirib yordamni ko'rsatib chiqdik. Endi bemorning oldida yordam ko'rsatayotganimiz uchun syomka jarayonini olmadik. Mana bemorning oldiga kirdik. Mana 20 minutda, xudo xolasa mana 19:40 bo'libdi. 19:10 da vizitni qabul qildik. Mana 19 endi planshetimizni to'ldiramiz. Mana tashxislarni qo'yamiz. Ko'rsatishlarni to'ldirib, dorixonaning qilingan muolajalarni to'ldirib bo'lganimizdan keyin mana vizitni yakunlaymiz. Biz svobodniy bo'shadim deb. Tungi ishimiz shulardan iborat. Mana bitta chaqiruv uchun mana oldin misol 20 minut, 25 minutda bitta chaqiruvni qabul qilib uzatayotgan bo'lsak, hozir ko'rdilaring, o'zlaring ish jarayonida biz 1 minutda vizitni qabul qilib 20 minutda mana xudo xolasa tugatib, ikkinchi navbatdagi chaqiruvni kutib turibmiz. Chaqiruv tushishi bilan biz olamiz, yana yo'limizda davom etamiz. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa siz qo'llab-quvvatlab tursangiz, biz xalqimizga xizmat qilishdan hech qachon charchamaymiz. Sog' salomat bo'linglar.